Aprel oyida tug'ilganlar. Bugun sizlar haqida gaplashamiz. Aprel oyida tug'ilganlarni, demak, aprelning birinchi qismida tug'ilganlar Mars sayyorasi ostida, ikkinchi qismida tug'ilganlar esa Venera sayyorasi ta'siri ostida bo'ladilar. Mars, demak, insonlarga qat'iyatlilik va kurashuvchanlik bersa, Venera bu jozibadorlik, maftunkorlik hamda hissiyotlilik beradi. Natijada bu oyda tug'ilganlardan jozibali, biroq o'z fikrida qat'iy turadigan insonlar shakllanadi. Aprel oyi tabiatda havoni o'zgarib turishi bilan bog'liq oy hisoblanadi. Ertalab quyosh chiqadi, tabiatdan keyin yomg'ir yog'adi, kechki payt shamol bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa aprel oyida tug'ilganlar ham, shunaqa insonlar ham xarakterining o'zgaruvchanligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Ya'ni bu oyda tug'ilganlar sizni любое время hayron qoldirishi mumkin o'zini o'zgaruvchanligi bilan. Aprel oyida tug'ilganlar orasida muvaffaqiyatga erishgan biznesmenlar, tadbirkorlar juda ko'p. Ular qachon rizq qilish kerakligini oldindan sezib, ko'pincha muvaffaqiyatga erishadilar. Hamda ular yutqizishdan ham qo'rqishmaydi. Bu oyda tug'ilganlar kuchli xarizmaga ega bo'lib, ko'pchilikni ilhomlantirish qobiliyatiga ega. Hattoki ular omma oldida chiqish qilmasalar ham o'zini o'rnagi bilan odamlarga motivatsiya berishadi va oldinga intilishga undaydilar. Bu insonlar yarim yortiga chidasha olmaydi. Yoki jon dildan sevadi va yaxshi ko'radi, yoki yomon ko'radi. Biror ishni boshlasa yoki boshi bilan sho'ng'iydi yoki umuman qiziqishini yo'qotadi. Hamda bu insonlar kuchli hissiyotlarni boshdan kechiradilar, lekin bu hissiyotlar uzoq davom etmaydi. Aprelda tug'ilganlar kuchli magnetizmga ega bo'lib, yon atrofdagi insonlarni kuchli o'zlariga jalb qiladilar yoki aksincha o'zlaridan itaradilar. Xullas, aprel oyida tug'ilganlarga befarq qolish qiyin. Yoki unga intilgisi keladi, yoki undan qochgisi keladi. Ular xafa bo'lib yurishmaydi, o'tmishga ham yopishib olishmaydi. Tezgina o'zlarini tiklab oladilar va yangi imkoniyatlarni qidirishga kirishadilar. Aprel oyida tug'ilgan inson jahli chiqsa, keraksiz gaplarni gapirib qo'yishi mumkin, lekin jahldan tez tushadi va bo'lgan narsalarni tez unutadi. Gap shundaki, atrofdagi insonlar buni unutmasdan eslab yurishlari mumkin, lekin faol hayot tarzi va kuchli energetika tufayli ularni yoshini aniqlash qiyin. Ular uzoq vaqt davomida yosh ko'rinishlarini saqlab qolishadi. Bu odamlar kerakli vaqtda, kerakli joyda bo'lib qolishni udasidan chiqishadi. Ular go'yoki imkoniyatlarni oldindan sezishadi va undan foydalanishni eplashtirishadi.